Chilonzor tumanida joylashgan do'konlardan birida o'g'rilik sodir bo'ldi. 2 nafar shaxs mobil telefonlar sotiladigan savdo nuqtasining oynasini sindirib kirgan vaqtida jinoyat ustida qo'lga olindi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi do'konlardan birida o'g'rilik jinoyati sodir etildi. 2 nafar shaxs soat tungi 2:30 da smartfonlar sotiladigan do'kon oynasini sindirib ichkariga kiradi. Olingan kuzatuv kameralaridan ham ko'rishingiz mumkin. 2 nafar noma'lum shaxs tunda mana shu do'konning oynasini tosh bilan sindirib ichkariga kiradilar. Ularni niqobda bo'lishgan va bu yerdagi telefon apparatlarini hamda boshqa aksessuarlarni hammasini o'g'irlab chiqib ketadilar. Ammo buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlardek, ularning bu ishi uzoqqa cho'zilmadi. Ular ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tezda qo'lga olindilar. Ertalab do'kon egasi ishga kelganida eshiklar ochiq, oynalar sindirilgan, smartfonlar o'g'irlab ketilgan edi. U shu zahoti 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, o'g'irlik haqida xabar beradi. Ertalab soat 10:00 ya'ni do'konni ochish uchun maqsadida kelganimda, do'konning bir yoq eshigi, mana orqamdagi eshik sinib yerda yotgan holatini kuzatdim. Do'kon kirganimda umumiy hisobda 41 ta iPhone Apple rusumli telefon va qo'shimcha telefon mahsulotlari yo'qolganini guvohi bo'ldim. Umumiy summada 330 milliondan oshiqroq zarar yetkazilganini guvohi bo'ldim. 102 qildim, yetib kelishdi xodimlar, juda tez yetib kelishdi. Chilonzor tumani xodimlari tomonidan 2 nafar gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlanib, do'kondan o'g'irlangan telefonlar hamda aksessuarlar ashyoviy dalil sifatida olindi. Gumonlanuvchilardan biri yosh bo'lishiga qaramay, bundan avval ham 3 marotaba o'g'irlik jinoyatini sodir etganligi uchun sudlangan va jazoni o'tab chiqqan. Lekin afsuski, o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmadi. Biz og'aynim bilan plan rejalashtirilgan bo'lgan bizda o'zi. Men taklif qilganman, rozi bo'lganman. Shu magazinga bordik. Tosh oldim. Shishali eshik edi. Shu eshikka otdimmi? Eshik sindi, teshik bo'ldi. Bu orqasiga qochdik. Kutdi 3-4 minut. Kim kelyapti, nima bo'lyapti o'zi? Hech kim kelmadi. Men bordim, eshikni tepdim. Shu joyda gumonlanuvchining so'zlariga e'tibor bering. Oynani sindirib chetroqqa o'tib bekindik va kutib turdik. Bu kim kelib qolmasmikin deb. Agar shu yerda do'kon qo'riqlash pultiga ulanganda edi, bu holat yuz bermasdi. Jinoyatning oldi olingan bo'lardi. Shunday ekan, hurmatli fuqarolar va tadbirkorlar, bu kabi holatlarni oldini olish uchun qo'riqlash pultiga ulanishingizni tavsiya qilamiz. Keyin biz magazinga kirdik, shu shkafni ochdim, qarasam seyf turibdi. Seyf olib chiqdik biz, arendaga oldik, bolgarkani kesdik, seyfni ichida 41 ta telefon chiqdi. Men ertalab 11 Pro ni sotdim, iPhone 11 Pro $100 ga sotdim. Obed vaqtida yana telefonlar sotdim men. Oxirgi sotgan telefonlarim 4,5 million. iPhone 12 Pro, iPhone 13. Telefonlarni sotib, pulini olib 50% bilan sherigim bilan bo'lishdik. Ya'ni o'zim uchun ishlatganman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Tadbirkorlardan, sherigimdan tortgan uchun, bu ishga tortgan uchun men kechirim so'rayman. Xalqimdan ham kechirim so'rayman. Qilgan ishimdan men pushaymonman. Hech kimga maslahat bermayman, unaqa ish qilinglar deb. Bu yomon narsa. Meni oqibatimni qaytarmaydi. Shu kuni tezkor qidiruv xizmati xodimlarining sa'y-harakatlari bilan tadbirkorga yetkazilgan zarar qoplandi. Meni hamma yo'qotgan mahsulotlarimni qayta tiklab berishdi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyatchi qo'zg'atilgan. Hozirgi kunda Turdiqulovga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ikkinchi sherigi voyaga yetmaganligini inobatga olgan holda shaxsiy kafillik ehtiyot chorasi qo'llanilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari amalga oshirilmoqda. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz qayerda yurgani va kimlar bilan do'stlashayotgani haqida bilib turing. Uning hayot tarzi, atrofidagilar haqida qiziqing. Harakatida biror o'zgarish sezdingizmi, bunga befarq bo'lmang. Aks holda farzandingiz mana shu kabi jinoyatga qo'l urib qo'yishi mumkin. Zero farzand nozik nihol. Uni qayerga bursa, o'sha yerga qarab o'sadi. Unutmang, farzandingiz tarbiyasi uchun siz mas'ulsiz.